Tezlik va komfortni yaxshi ko'radiganlar uchun bugun sizlarga Xiaomi 7 modelini obzor qilib beramiz. Mashinamizning obzorini gabaritlaridan boshlaymiz. Mashinamizning balandligi 1.62, bo'yi 1.85 sochda o'tib ketasizlar va mashinamizning uzunligi 4 metr 83 sm bo'ladi. Endi disk tarafiga kelamiz. Disklari 20 bo'ladi. Brembo tormoznoy sistemalarida periferialniy disklar bo'ladi va Michelin Sport shinalarida bo'ladi. Endi esa mashinamizning orqa tarafiga o'tamiz. Shunaqa chiroyli farlarga e'tibor berasiz. Mashinamizda AVD bo'ladi, old-orqa tortadi. 4,5 sekundda 100 ga chiqadi. Endi bagaj qismiga o'tamiz. Bagaj qismida oyoq bilan ochiladigan sensorlar o'rnatilgan. Bu juda qulay funksiya. Yuk bo'lsa, oyog'ingiz bilan ochib va oyoq bilan yopsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingiz, bagajimiz 520 litr. Subwoofer o'rnatilgan. Dinaudiodan bagajimizni yopamiz va yopib mashinani old tarafiga o'tamiz. Shu qismimizga e'tibor beramiz. Choklari naturalniy tikilgan, ambiyentniy podsvetkasi bo'ladi. Shuningdek, audio sistemasi Dinaaudio bo'lib o'tadi. Endi ichkariga o'tirib ko'rsataman sizlarga joyini. Mashinada elektr regulirovka bo'ladi. Oldinga, orqaga, tepaga, pastga regulirovka qilsa bo'ladi. Endi esa mashinani orqa tarafiga o'tamiz. Orqa tomonda sensor yoritgichlar o'rnatilgan panorama tom va podlokotnik. Podlokotnikimizda ikkita podstakanlik uchun joy bor va hamyon o'rnatilgan. O'rindiqlar toza charmdan, nappa charmdan qilingan bo'ladi. Endi oldi haydovchi tomonni ko'rsatib o'taman. Mashinada 5 ключевой dostupi bor hamda NFC kart orqali ochsa bo'ladi. Avtomobilimizda 15.6 jumli monitor, 50 wattli беспроводной zaryadka, charm rul, multimediya bo'ladi, charchoq datchiki bo'ladi va head-up displey bilan jihozlangan bo'ladi. Xiaomi 7 avtomobilimizda oldi kapot qismi ham 58 litr bagaj bilan jihozlangan. Hoziroq keling va Xiaomi 7 modelimizda test drive'ga yoziling va haydab ko'ring.